Oy paxlaslar bilan ya bugungi videomizda top 3'te APC modlarni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni boshladik. Birinchi mod bu SCP modi bu. SCP mod top 3'te SCP modlar ko'rib chiqamiz dedim. Keyingisi bu mana APC bu Steve ekan. Bu bilan videolar olsangizlar bo'ladi. Videolar olsanglar bo'ladi bu bilan. Hal bundan yana bor. Mana do'stlar. Yaqinda do'stlar men o'sha top 5 ta avtomat modini ko'rsatib o'taman. Bu avtomat modini chiqarish uchun menga ko'proq obuna va like ko'proq qibersanglar do'stlar. Mana hozir 1 minut. Mana bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Mana do'stlar. O'sha SP moddagi hammasi mana ikkita bo'lib qolganlarni yo'qotib qo'yamiz. Bu ham ikkita bo'lib qolibdi. To'xta, bundan bor ekan. Mana do'stlar, mod yoqsa videoga like bosib qo'ying, bo'lmasa keyingi modga o'tamiz. Mana do'stlar toping 3-SP modlariga ham yetib oldik. Bo'lmasam videoni boshlaymiz. Bo'lmasam video boshladik. Masalan, endi mana do'stlar bu top 2-chi mod. Birinchi bo'lib buni qo'yishimiz kerak. Mana bu Redder Open ichiga narsa qo'ysa ularga. Bizga qarab turammi? Qarab turar ekan. Open. Buni qo'ydim mana. Uchinchisi. Yoshi. O'g'ri do'stlar. Boboy. Mana. As. Mana do'stlar bu top 2-chi moddagi SCP'larda video yoqdi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Naki. Olay ko'zlarim bilan qarama bo'lib. Bo'lmasam top 3-chi mod. Bo'lmasam do'stlar top 3-chi modga ketdi. Havo toshqin, suvlar to'lqin. Yetolmayman yor. Modasaydimi? Yo'q. So'nggidan borar ekan. Hozir o'ldiraman men. Redstone diyam sana.
Mana do mana do'stlar to'qqizinchi episim modimiz bo'lmasam shu obzor qilishga ketdik. Mana shuna bu kattasimisan. Mana bu nima? Open. Bunday qo'lga qishtirar ekan. Axlat ichiga va o'lik. Yo'q, buni bu yerga emas. Mana. Mana do'stlar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam video tugadi.